Omborxonadagi mahsulotlarni srogini, ya'ni yaroqlilik muddatini doimiy ravishda nazorat qilib, vaqtida chora ko'rilmasa, buni oqibati katta summalik zararlarga olib kelishi mumkin. Bugungi darsimizda Excel'da omborxonadagi mahsulotlarni srogini doimiy ravishda qanday qilib nazorat qilish mumkinligini 3 usul bilan ko'rsatib beraman. Assalomu alaykum do'stlar, Excel akademiyasiga xush kelibsizlar. Bugun biz nimalarni o'rganamiz? Birinchisi, matematik funksiya yordamida kunlik o'rtacha sotuvni chiqaramiz va omborxonadagi mahsulot necha kunga yetishini taxminiy aniqlab olamiz. Ikkinchisi, tahlil natijasiga qarab mahsulotimiz nechinchi sanagacha sotilib ketishi mumkinligini aniqlaymiz. Uchinchisi, mahsulotlarni yaroqlilik muddati o'tib sotilmay qolish ehtimoli katta mahsulotlarni ajratib olamiz. Bularni formula va funksiya orqali qilamiz. Ya'ni yaroqlilik muddati o'tishiga 90 kundan kam qolsa sariq rang, 30 kundan kam qolsa qizil rangga avtomat o'zgaradigan qilamiz. Kunlar o'zini o'zi kunma-kun yangilaydi. Har kirganingizda bugungi kuningizga nisbatan natijani chiqaradi. Va darsning oxirida maxsus bonus qulaylashtirilgan filtr qo'yamiz. Unda osonlik bilan o'zingizga kerakli mahsulotlarni ajratib olishingiz mumkin. Darsimizda hammani Excel'ni tushunish bilimlari har xil darajada bo'lganligi sababli eng mayda detallarigacha tushuntirib ketaman. Agar sizga bu zerikarli tuyulsa, video ostida bo'limlarni qoldiraman. Shu bo'limlarni tanlab turib, o'zingizga kerakli joyi ko'rib ketsanglar bo'ladi. Bizga kerak bo'ladigan ma'lumotlar: mahsulot nomlari, omborxonada qancha miqdor qolgani, ya'ni ostatka sklad, mahsulotlarni oxirgi 2 haftalik sotuvi miqdori va mahsulotlarni yaroqlilik muddati, ya'ni srogi. Natijalarni tezlashtirish va ko'rinishni qulaylashtirish uchun jadvalimizni tablitsa ko'rinishiga keltirib olishimiz kerak. Buning uchun Ctrl+T ni bosamiz va menda bosh menu bor degan joyiga belgi bitishga qo'yib qo'yamiz. Chunki mana bizda menyular bor va OK ni bosamiz. Menyuimizni yaxshiroq ko'rinishi uchun yozuvlarni oq rang qilib qo'yamiz. Endi qilinadigan ish, ustunlarimizni formatini to'g'rilab olishimiz kerak. Raqam yoziladigan joylarni belgilaymiz. Agar orasida ustun bo'lsa, kontrolni bosib birga kerakli ustunni belgilaymiz va sichqonchani o'ng tarafini bossak, format yacheyka chiqadi. Shunga kirib общий yoki formatni ukazin qilib qo'yamiz. Agar siz boshlang'ich darajada bo'lmasangiz, chislovoyni tanlang va qoldiqni 0 qilib qo'ying. Endi sana yoziladigan joylarni belgilab olamiz va yana format yacheykaga kirib, dataga qilib yana OK bosamiz. Bizga kunlik o'rtacha qancha sotilayotgani haqida ma'lumot kerak bo'ladi. Buning uchun kunlik sotuvimiz tushayotgan katakka teng yozamiz va 2 haftalik sotuvimiz yozilgan katakni ustiga bosib belgilab olamiz va buluv belgisini qo'yamiz. Bu 12 ish kunida o'rtacha nechtadan sotilganini chiqarib beradi. Agar mana bunday virguldan keyin qoldiqlar bor bo'lsa, ustunimizni kerakli qismini belgilab olamiz va yuqoridagi mana bu belgini bosib ortiqcha qoldiqlarni olib tashlashimiz mumkin. Aslida formatni chislovoy qilib, bularni chiqarmasdan yaxlitab olish ham mumkin. Xo'p, endi shu tezlikda sotilsa, skladda miqdorimiz necha kunga yetishini aniqlaymiz. Necha kunga yetadi ustunimizni birinchi katagiga teng yozamiz va skladda qolgan miqdorni belgilaymiz va bo'lamiz kunlik sotuvga. Biz mahsulotimiz taxminiy necha kunga yetishini aniqlab oldik. Qoldiqlarni olib tashlaymiz. Endi nechinchi sanagacha yetishini aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun teng yozamiz, сегодня formulasini yozamiz, chiqqanini tanlab qovusini yopib qo'yamiz. Bu formula kompyuteringiz sanasiga qarab bugungi kunni aniqlab oladi va plyusni bosamiz. Kunlar soni belgilangan katakni belgilaymiz. Enterni bosganimizda mahsulotimiz shu tezlikda sotilsa, nechinchi sanagacha yetishi to'g'risida ma'lumot chiqdi. Endi oxirgi haftada sotilganchalik sotishda davom etilsa, mahsulotlar yaroqli muddati tugashga ulguradimi yoki yo'qmi aniqlaymiz. Buning uchun yaroqlilik muddati taxminiy qolish kuni menyusini ustunini birinchi katagiga teng qo'yamiz va yaroqlilik muddatidan ayiramiz. Nechinchi sanagacha yetadi ustunimizni. Bizda hamma mahsulotlar sotilib bo'lganda mahsulotni srogi, ya'ni necha kun qolishi taxminiy ma'lum bo'ldi. Qoldiqlarni olib tashlaymiz. Darsimizni kulminatsiyasiga ham keldik. Endi yaroqlilik muddati 90 kundan kam qolsa, katakchamiz sariq bo'lib qoladigan va 30 kundan kam bo'lsa qizil bo'lib qoladigan qilib qo'yamiz. Buning uchun kunlarimiz belgilangan kataklarni belgilab olamiz
va условное форматирование bosib создать правила kiramiz. Eng tagidagi использовать formula для определения formatni bosamiz. Formula yozadigan joy ochildi. Bu yerda sichqonchani bosib yozish holatiga keltiramiz va eng yuqoridagi birinchi katakni ustiga bosamiz. Dollar belgilarini olib tashlaymiz. Dollar belgisi katakchani bloklash uchun ishlatiladi va kichik bo'lsa 90 dan degan matematik funksiyani yozamiz. Bu aynan 90 kundan kichik bo'lgan sanalarga tegishli bo'ladi. Formatni bosamiz. 90 kundan kam qolgan bo'lsa yaroqlilik muddati katakchamiz qanday rangda o'zgarib qolishini belgilaymiz. Buning uchun zalifka bo'limiga kiramiz. Bizda eng mos tushadigan rang bu sariq. Sariqni belgilaymiz va OK bosamiz. Keyingi qilinadigan ish yaroqlilik muddati 30 kundan kam qolishi mumkin bo'ladiganlarni aniqlaymiz. Buni ham xuddi shu tartibda qilamiz, faqat 90 ni o'rniga 30 qo'yamiz va rangini qizil qilib qo'yamiz. Ko'p holatlarda srok 30 kundan kam qolsa do'konlarga sotishga berilmaydi va bu holatga qizil rang juda ham mos tushadi. Bizda natijalar oydinlashdi. Endi qaysi mahsulotni sotilishini tezlashtirishimiz kerakligini shu sariq va qizil ranglardan bilib oldik. Bugungi darsimizning bonus qismiga o'tishdan oldin o'tgan darsimizga oid qo'shimcha ma'lumot berib ketmoqchiman. Aslida biz hech qachon sotuvni aniq bashorat qila olmaymiz. Umuman bashorat degan so'zni men shartli ravishda ishlatdim. Biz umuman bashorat qilmaymiz. Biz faqat o'zimizda bor ma'lumotlarni tahlil qilgan holatda yakuniy natijani taxmin qilishimiz mumkin. Agar siz bu usullarimizdan foydalanib amaliyotda sinab ko'rsangiz, shuni guvohi bo'lasizki, bu xuddi ob-havoni qanaqa bo'lishini oldindan taxmin qilishga o'xshaydi. Siz agar har doim ma'lumotlarni yangilab tursiz, kunma-kun sizni natijalaringiz aniqlashib boraveradi. Buning uchun haftada hech bo'lmasa bir marta 3 ta narsani yangilab olishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi, bir haftalik sotuvni olib joylashtirishingiz kerak. Ikkinchisi, agar yangi partiyalar kelgan bo'lsa, ularni yaroqlilik muddatini tekshirib turib, ularni qo'shishingiz kerak. Uchinchisi, omborxonadagi mahsulotlarni aniq sonini boshqatdan joylab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Darsimizning bonus qismida biz ma'lumotlarni filtrlashni qulaylashtiramiz va ESLI formulasini ishlatishni o'rganamiz. Demak, biz bonus darsimizni boshladik. Ma'lumotlarni filtrlashni qulaylashtiramiz. Buning uchun oxirgi ustundan keyin qo'shimcha menu yozamiz. Menyuga ehtimollar statusi deb nom beramiz. Keyin birinchi katagimizga ESLI formulasini yozamiz. Bu formula sodda qilib tushuntirsak, agar qiymat mamnaqa bo'lsa, bunaqa deb yoz degan funksiyani bajaradi. Hozir amaliyotda qilganimizda yaxshiroq tushunib olasiz. Formulani yozish uchun teng yozamiz. ESLI deb yozib tab bosamiz yoki bizga taklif qilingan ESLIni ustiga 2 marta tez bosamiz va birinchi qiymat belgilangan katakchaning nomini yozamiz. Bizda bu holatda H2, ya'ni H ustun ikkinchi qator va katta kichik belgisini qo'yamiz va 30 yozamiz. Agar H2 dagi qiymat 30 dan katta bo'lsa, nima qilish kerakligini yozamiz. Undan oldin nuqta virgul qo'yamiz va qo'sh tirnoq ochib 30 kundan kam bo'lsa nima degan yozuv chiqarib olishini yozamiz. Men darhol sotish kerak deb yozaman va qo'sh tirnoqni yopaman. Xuddi shu tartibda 90 kundan kam bo'lsa sotilmay qolish ehtimoli yuqori deb yozamiz. 120 kundan yuqori bo'lsa sotilmay qolish ehtimoli past deb yozamiz va oxirida hech qaysi shartlarga to'g'ri kelmasa xavotirga o'rin yo'q degan yozuv chiqsin deb yozamiz. ESLIlarni qovuslarini yopib olaman va Enter tugmasini bosaman. Bizda xatolik berdi va qayerda xato borligini Excel ko'rsatib turibdi. Biz bu yerda nuqta virgul bilan shartni yopmagan ekanmiz. Nuqta virgulni qo'yib Enter bosamiz. Bizga kerakli yozuvlar paydo bo'ldi. Ozgina ko'rinishini to'g'rilab olamiz. Endi buni filtrlab qo'yamiz. Buning uchun tablitsani ixtiyoriy joyiga belgilaymiz. Konstruktordan stavit seryozni tanlaymiz. Bu yerdan ehtimollar statusiga ptichka qo'yamiz va OK bosamiz. Yuqoridan stolbitsani sonini 4 ta qilib qo'yamiz, chunki bizda 4 ta ehtimol bor va kerakli joyga joylashtirib qo'yamiz.
Buning uchun stavitni bosib bitta qator qo'shib olamiz yuqoridagi birinchi qatorga va tartiblab joylashtirib olamiz. Agar yozuvlar sizni chalg'itadigan bo'lsa, uni skript qilib qo'yamiz. Hammasi tayyor. Filtrimiz to'g'ri ishlayotganini bir marta tekshirib ko'ramiz. Hammasi joyida. Endi bemalol bu yasalgan faylni shablon qilib ishlatishingiz mumkin. Menga o'xshagan super dangasalar uchun bugun ishlatgan hamma formulalarimizni video ostida yozib qoldiraman. Bemalol nusxalab turib foydalansangiz bo'ladi. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va izohlarda nimadir yozib qoldirishingiz mumkin. Bu ko'proq videolarimiz boshqa odamlarga yetib borishiga yordam beradi va sizga ham Excel bo'yicha ko'proq foydali videolarni chiqaradi. YouTube algoritmi shunaqa ishlaydi. Demak, sog' bo'ling, omon bo'ling, o'zinglarni rivojlantirishda to'xtamanglar.